Sevish haqida nima deya olasiz? O'zini sevish oynada doim o'zini qarab, sochlarini rangini qabul qila olmasdan uni o'zgartirish, yuz qomatlarini o'zgartirish, tashqi ko'rinishini o'zgartirish, o'ziga ortiqcha oro berish degani emas. O'zini sevish bu o'zini boricha Alloh bergancha qabul qila olish, o'zidagini his qila olish, o'zini ichki kechinmalarini, his-tuyg'ularni his qila olish, o'zligini his qila olish, o'ziga nima kerakliligini, nafs bilan qalb xohishlarini ajrata olish, o'ziga xolisona baho bera olish. Sevish haqida nima deya olasiz? O'zini sevish oynada doim o'zini qarab, sochlarini rangini qabul qila olmasdan uni o'zgartirish, yuz qomatlarini o'zgartirish, tashqi ko'rinishini o'zgartirish, o'ziga ortiqcha oro berish degani emas. O'zini sevish bu o'zini boricha Alloh bergancha qabul qila olish, o'zidagini his qila olish, o'zini ichki kechinmalarini, his-tuyg'ularni his qila olish, o'zligini his qila olish, o'ziga nima kerakliligini, nafs bilan qalb xohishlarini ajrata olish, o'ziga xolisona baho bera olish.